shaxsiyat Alloh taolo bandalari 3 ta narsadan tashkil topgan ekan-da. Aql bor, jism bor, ruh bor. Alloh taolo aqlga tarozini berib qaror qabul qilishni berdi. Lekin aqlni qaror qabul qilishga ta'sir qiluvchi yo jism yoki ruh bo'ladi. Jismga Alloh taolo nafsni biriktirdi deng, ruhga qalbni biriktirdi deng. Shuning uchun inson faqat nafsiga yoqadigan ishlarni qilib, nafsiga qul bo'ladigan bo'lsa, nafsi hakalaga otib, ruhni ham, aqlni ham mag'lub etadi. Va u o'zi aqlan qaror qabul qilyapman deb o'ylaydi inson, lekin nafsi qaror qabul qilayotgan. Shunchaki yashab berayotgan bo'ladi deng. Shuning uchun inson haqiqiy shaxsiy kamolotga yetaman desa, birinchi o'rinda dushmani nafsi bo'ladi. Bu meni gapim emas, mengacha necha buyuklar aytgan. Nafs tarbiyasi haqida o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rgandan keyin harakatga kirishadi odam. Va ruhga Alloh taolo qalbni biriktirdi. Qalbdan keladigan ilhomlar, yaxshiliklar, ruhni ozuqasini berib borgan sari inson ruh kuchayib boradi, ziddida nafs kuchsizlanadi. Inson hayotida bir yaxshilik, bitta yomonlikni ziddida turadi. Hayotingizga bir yaxshilik kirib keldimi, albatta bir yomonlikni chiqarib yo bir bekorchi narsani chiqarib keyin kirib keladi. Hayotingizga bir bekorchi narsa kirib keldimi, yomonlik kirdimi, albatta hayotda qaysidir bir yaxshilikni itarib olib, chiqarib keyin kirib keladi. Chunki to'lib bo'lganmiz biz. Bo'shliq qolmagan. Endi aytmoqchi bo'lganim, biz qilayotgan qarorlarimizda ko'proq qalbimizga bo'ysunyapmizmi yo nafsimizga ham shunga qarashimiz kerak. Vaqt ajratayotganimizda ko'proq nafsimiz xohlaydigan narsalarga ko'p vaqt ajratamizmi yo qalbimizga ham. Miyalarda goh-goh vasvas bo'lib qoladi yoki miyada bir yomon fikr kelib qoladi har zaman. Lekin qalbni tobora poklab borar ekansiz, nafsni tobora tazkiya deydi, uni poklab borar ekansiz, o'sha oqim bir kun to'xtaydi. Sulaymon alayhissalom payg'ambar bo'lganlar, ulug' zot bo'lganlar, juda yaxshi ko'rgan bir oti bor ekan, chiroyli ot juda. O'sha otlarini bir kuni silab, siypab turgan paytlari, qarab turgan paytlari, o'zi inson shu otga qaragan, ot mingan, kamonni o'q otgan va suzish bilan ketgan vaqtidan so'ralmaydi deb eshitganman men ahli ilmlardan. Tushunasizmi? Ya'ni biz gapirganimizdandir, choy ichganimizdandir, yo yurib aylanib shunchaki bemaqsad yurganimizdan Xudo so'rash mumkin. Har bir nafasimizgacha. Lekin otga qaragan, ot mingan paytdan so'ralmas ekan qancha vaqt ketsin. Buni ta'ali ko'pkarichilar mana biz hujjat topdik, umr ot ustida ketib qolmasin. Oilaga albatta vaqt, hammani haqqini bergandan keyingi gap. Chunki ot hech qachon sizga xotinlik qilmaydi. O'shaning uchun otga juda mahliyo bo'lib qolganlaridan qalblar lahzalarga Xudoni zikridan g'ofil qolgan. Payg'ambarlar hatto uxlaganda ham qalblari Alloh Alloh deb urib turgan. Lahzalar ko'zni bir och yumguncha sekundni o'sha milliondan biriga ham ekan. Bir nechaga to'xtab qolgan ekan. O'shanda birdan o'zlari kelib, mana shu maxluq Xudoni bir yaratig'i meni Xoliqdan, yaratuvchidan mashg'ul qilib qo'ydimi deb eng yaxshi ko'rgan oti bo'lmasam. Hozir sizlar genesizlaringiz to'g'ri keladi. Shunaqa qilishni olib turib bittada kallasini olib qo'ygan ekan. Ya'ni Xudo taolodan meni mashg'ul qildimi degan mazmunda. Lahzaga. Ya'ni u so'ralmaydigan vaqtda. Ot unaqa yomon narsa emas. Biz-ku qancha bir internetga kirsa, fahshlarga to'lib yotgan narsani ko'rib yoki bir bekorchi narsalarga, bizga joiz bo'lmagan narsaga yoki umuman so'rov plus iqob dedi, itobi bor narsa bizni Xudodan mashg'ul qilib qo'yayotgani o'zi fojiamiz bo'lib qoladi. Agar kim shunaqa holatda bo'lsa, buni eslasinki, bu Xudoga yaqin zotlar, payg'ambarlar hatto o'shandan ham parhez qilgan ekan. Va Sulaymon alayhissalomning duolari bor. Duosining oxirida aytadiki, meni solih bandalaring orasiga qo'shgin deb turib. Kimsan payg'ambar bo'lib turib, solihlar insonlarning ichida eng yaxshilar payg'ambarlar deyshadi. O'shanday zot turgan maqomidan turib duo qilyapti, meni yaxshi insonlar orasiga qo'shgin deb. Birinchidan bu kamtarinlik, tavoziylikdan. Ikkinchidan
inson har qanday maqomda bo'lgan taqdirda ham yaxshi insonlar orasida bo'lib turish kerak. Chunki o'tgan o'tmishingizdan ham ko'ra oxiringiz ko'proq muhim bo'lib turaverar ekan. Oxiri yaxshi bo'lib turish uchun boya Humoyun bir savol berdi. O'qigan ilmlarimiz, masalan, odob haqida bir narsa o'qisak, amal qilishimiz qiyin bo'lsa nima qilaylik? Insonni o'qigan narsasiga amali qachondan boshlanadi deb savol berdi. Men baflicha gapiraman deb podkastga olib qo'ydim-ki, ilmni kitob o'rgatadigan bo'lsa, uni qanday yashashni yaxshi insonlar o'rgatadi. Yaxshi insonlarning suhbatida bo'lib, ular bilan birga safar qilib, birga yashab, xatti-harakatlaridan sizga yuqadi. Xulq ana shunday o'tadi. Ya'ni kitobda aql o'qiydi, lekin xatti-harakat, xulq bu shakllangan yo shakllanadigan narsa ekan. Bunga qarorni ko'proq qalb, aql yo bo'lmasa nafs bilan aql ikkalasi kelishgan holatda beradi. Unga quvvat beradigan narsa faqatgina yaxshilarning suhbati, yaxshilar bilan birgalikda taomlanishlik, safar qilishlik va suhbatlashishlik bilan bo'lar ekan. Qalbga eng tez ta'sir qiluvchi narsa ijobiylar ichida. Shu gap.